Tarix shuni ko'rsatadiki, ayrim kuchlar dindan siyosiy maqsadlarda foydalanib kelgan. Bu holat jamiyatda bo'linish, qarama-qarshilik va hatto zo'ravonlikka olib kelishi mumkin. Siyosiy manipulyatsiya deganda insonlarning e'tiqodi va his-tuyg'ularidan foydalanib, ularni muayyan siyosiy yo'nalishga burish tushuniladi. Ayniqsa yoshlar bunday ta'sirga nisbatan ko'proq moyil bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlarda ayrim shaxslar yoki guruhlar diniy shiorlar orqali siyosiy g'oyalarni singdirishga harakat qilib keladi. Bu holatda haqiqiy ma'rifat bilan soxta da'vatni ajrata bilish juda muhimdir. Siyosiy manipulyatsiyaga qarshi eng kuchli immunitet bu tanqidiy fikrlash va axborot savodxonligidir. Har qanday chaqiriq yoki da'vatni qabul qilishdan oldin uning manbasini, maqsadi va oqibatlarini o'ylab ko'rish kerak. Din insonni poklaydi, siyosiy manipulyatsiya esa uni qurolga aylantirishga urinadi. Shu sababli yoshlar ma'rifat orqali o'z ongini himoya qilishni o'rganishi lozim.